Bu sizning 8,5. Overall 7 ball natijani qo'lga kiritibsiz. 1 million so'mlik cashback. 2 million yoki 3 million. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Bu sizning natijangizmi? Ha. Ha. Bu 13-maktabda o'qirkansiz o'zi? Ha, 13-chi. 13-maktabda o'zi zo'rlar o'qiydi-ku. Zo'r yaxshi natijalarga erishgan. Bu demak siz 2010-yilsizmi? 2010-yillar necha yosh bo'ladi? 15. 15 yosh bo'lar ekan. Aha, zo'r. IELTS qanaqa bo'ldi o'zi? Qiynaldingizmi kirganingizda? Hammasi yaxshi. Qiynalgan joylarim bor. Aha, lekin yaxshi saqlabsiz IELTS'da. Nimalar sizga yordam berdi? Listening 8,5 olishga? Listening 8,5 qilishda Imperialdagi o'qituvchilarim va shu paytgacha o'rgangan bilimlarim. O'zi ustozingiz kim edi sizda? Miss Sevara. O'zi Miss Sevarani o'quvchilari har doim katta natijalarni qo'lga kiritishadi-da. IELTS'ni zo'r saqlabsiz lekin. Menga yoqdi. Overall 7 ball natijani qo'lga kiritibsiz. 7 ballarga bizda 1 million so'mlik cashback. Sizga ma'qulmi? Ha. 7,5 yoki 8 olsangiz 2 million yoki 3 million so'mlik cashback berishimiz mumkin sizga. Sizlarni tabriklaymiz cashbacklaringiz bilan. Rahmat. Bittagina maslahatingizni so'ramoqchi edim. Tengdoshlaringizga maslahatingiz. Tengdoshlarimga mana men Imperialda o'qib 15 yoshimda 7 ballni qo'lga kiritdim. O'zimning sinfdoshlarim va tengdoshlarimga aytadigan gapim bu birinchi o'rinda qiziqish bo'lishi kerak ekan va ikkinchi o'rinda eng asosiysi Imperial Academy'da eng yaxshi o'qituvchilar CELTA imtihonidan o'tgan IELTS imtihoniga tayyorlanish kerak. Kimga shunaqa IELTS xizmatlari kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar yoki kommentariyada 13 raqamini qoldiring.